Shirinmikan oğlum? Mazamikan? Mazza bo'lsa bunday qilib qo'yalım. Neyden oluyor oğlum? Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Bizni kuzatib borayotgansizlar. Barchangizni 2025-yildagi bugungi Ramazon hayiti ayyomi bilan barchangizni muborakbod bilan tabriklayman. Barchangizni bu kirib kelgan Ramazon hayiti barchamizga barakotli, xayrli kelsin. Nimaiki niyatlarimizga amalga oshirishligini barchangizga do'stlar tilab qolaman. Hozir do'stlar, biz Namangan viloyatining Bog' tumanidagi Sherdor savdo markazidamiz.